mutasaddilarga o'tkazilgan suhbatlar uchun va san'atkorlarni qo'llab-quvvatlayotganliklari uchun alohida tashakkur bildiramiz. Hammanglarga yana bir marta assalomu alaykum, sog'-salomat bo'linglar. Hozir men bitta narsani juda ham ko'p o'yladim-da. Masalan, shu bola ham bizni ko'rib turgan bo'lsa, bir narsa aytmoqchiman. Uni ham ota-onasi bordir, oilasi bordir, uylangan bo'lsa, ayoli bordir-da. Endi masalan, shaxsan men efirga chiqadigan bo'lsam, uydagilarim meni ko'rib g'ururlansin, meni ko'rib farzandlarim ertaga uyalmasin deb harakat qilaman-da. Shu sani otangmi desa, farzandlari ertaga uyalmasligi kerak, shu meni otam deyishga. Bular lekin qilayotgan ishlari umuman o'zbekchiligi ham umuman hech qanaqasiga insoniyatgarchiligiga to'g'ri kelmaydi. Bularga hozir insonlar tegmasligi mumkin, insonlar hech qanaqasiga urmasligi mumkin, lekin ertaga baribir bular Xudo uradi. Ey, yakzonmisan, yaksonmisan, Surxondaryolikman degansan. Surxondaryo tilingga olmay sharmanda.